Bochkani mastavasini dog'da qoldiradigan haqiqiy shef-povurdan eng zo'r mastava retsepti bilan keldim. 12 kishilik mehmoningizga xuddi shu retseptni tayyorlab ko'ring. 300 gramm dumbani mayda kubik shaklida to'g'rab olamiz. Ketidan go'shtni aynan shunaqa lahm joyini 700 gramm to'g'rab olamiz. 12 kishilik mastava uchun masalliqlarni gramm o'lchovlarini video tagida yozib qoldiraman. 2 dona piyoz, 2 dona sabzi, 2 dona kartoshka va hamma masalliqlarimizni mayda qilib to'g'rab olamiz. Qizil va yashil bulg'ori va pomidorni ham xuddi shu shaklda maydalab olamiz. Yog' solinmagan quruq qozonga dumbani solamiz va yog'ini eritib olamiz. Tillarang holatga kelganda go'shtni qo'shib yaxshilab qovuriladi. Ketidan maydalab bo'laklarga bo'lingan chesnok solamiz. Mastavaga shira kirgizadigan joyi aynan shu yerda. Qovurilayotgan masalliqlarimizni bir on o'z holiga qo'ymaymiz, doimiy aralashtirib bir xil qovurib turamiz. Ketma-ketlikda sabzavotlarimizni qo'shamiz. Tuz, ziravorlar solib 10 daqiqa qovuramiz. Kashnich va ukropni aynan cho'p tarafini bargsiz joyini solib, uni ham qovurishda davom etamiz va tomatni bir qoshiq solsak yetarli. Bir ro'y aralashtirib qaynab turgan suv quyamiz. 1-1,5 soat davomida past olovda qaynatamiz. Va guruchini ovqat suzishdan 15-20 daqiqa oldin qo'shamiz. Va juda ham mazali mastavamiz tayyor bo'ladi. Yoqimli ishtaha mastavamiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar.